Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi 30 noyabr kuni haqiqiy Amerika televiziyasining birga bir programmasining ziyoratini qabul qilib, Urumchida yuz bergan ajallik o't ofatining yuz berish jarayoni, buning Xitoyning irqiy qirg'inchiligining bir parchasi ekanligi, undan keyin maydonga kelgan namoyishlar haqida to'xtaldi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer apandi 30 noyabr çarşamba günü TNT radiosuga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini anglatdi. Aqsaray dushanba kuni Baydenning Xitoydagi namoyishning ahvolini ko'rganligini bayon qildi. 1 dekabr kuni Turkiya Buyuk Millat Majlisida Turkiya İYİ partiyasining bir millat vakili Türkiye hükümetinden Uygurlarga ega chiqishni talab qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı tajovuzchi Xitoyni Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatini oxirlashtirishga chaqirdi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatga sunamiz. Baş ministerimiz Salih Xudoyer apandi 30 noyabr kuni haqiqiy Amerika televiziyasining birga bir programmasining ziyoratini qabul qilib, Urumchida yuz bergan ajallik o't ofatining yuz berish jarayoni, buning Xitoyning irqiy qirg'inchiligining bir parchasi ekanligi, undan keyin maydonga kelgan namoyishlar haqida to'xtaldi. Tuanda suhbatning asosiy mazmunini diqqatga sunamiz. Riyosatchi Xitoyning har qaysi joylarida maydonga kelgan kommunistik tuzumning aholilarni echinishliq bostirishiga qarshi ilib berilgan namoyish haqida to'xtalamiz. Aholilar nol yuqum siyosatining turtkisida uylariga so'lab qo'yishni to'xtatishni, diktator kompartiyaning iste'fo berishini talab qildi. Namoyish nihoyat tezda kengaydi. Sababi Xitoy nol yuqum bahonasi bilan Sharq Turkistonning markaziy shahri bo'lgan Urumchida aholilarni uylariga so'lab qo'ygan bo'lib, o't ofatida 40 dan ortiq kishi qazo qilgan. Hukumat 10 kishining qazo qilganligini doklad qildi. Xitoyning nol yuqum bahonasi bilan Uyg'urlarni uylariga qamab qo'yish qilmishi yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning bir shaklidan iborat. Nol yuqum siyosatidan kelib chiqqan bu o't ofatidan g'azablangan Xitoy aholilari Beijing, Shanxay qatorliq bir qancha joylarda namoyish qildi. Hokimiyat nol yuqum deydi. Bizning prezidentimiz Bayden Xitoyning ching siyosatini maqtaydi. İnsanlar uy turmasiga qamalgan, eshiklar kapsharilib zanjirlangan. İnsanlar o'limga tarik etilgan. Xitoy nurg'ulg'an lagerlarni qurgan. Bu lagerlar musofirlar lageriga o'xshamaydi. 1940-yillardagi 25 ming odamni sig'dirgan lagerlarga o'xshaydi. Ular allaqachon 95 ming kishining bu lagerlarga o'rinlashtirilganligini doklad qildi. Programmamizga xush keldingiz, Salih. Sizlar haqiqatan bu kishini cho'chitadigan bo'lib, bu yerda nimalarning yuz berayotganligining bir simvoli. Xalqingiz zulmga uchrayotidi. Begunoh insonlarni uylariga solab, eshiklarini qulflab, ochliqdan o'ltiryotidi va ko'ydirib o'ltiryotidi. Bularning hammasi saranglatchi qiliqlar. Menimcha, dunyoning har qaysi joylaridagi kishilar haqiqiy voqeaga bular orqali erishamaydi, shundaqmi? Deganida bosh ministerimiz shundoq. Ko'p sondagi kishilar haqiqiy ahvolni bu yerdan bilolmaydi. Asosliq taratqular shundoq bir faktni gavlandirdiki, binodan chiqqan o't ofatida o'lganlarning hammasi Uyg'ur. Voqea yuz berganligi xabar qilinib, Xitoy hukumati 3 soatdan keyin buningga inkos qaytargan. Bular buningga to'salg'i bo'lgan nol yuqum siyosatining ro'yi bo'yicha uyga so'lab, eshiklarni qulflash harakatini aytgan. 44 nafar Uyg'urning qazo qilishiga sababchi bo'lgan. Xitoy davlat axboroti buni yengillatib 10 kishi qazo qildi deb xabar qilgan. Afsus, yer shari taratqullari Xitoy davlat taratqullarining xabariga asosan xabar qilgan. Muvofiq tekshirmagan dedi. Riyosatchi, biz bu yerda bundaq qilmaymiz, Salih. Biz ishonchlik manbaga tayanib faktlarni xabar qilamiz. Bizning CNNga o'xshash qazo qilganlarning sonini 10 deb xabar qilganlar bilan karimiz yo'q. Men sizning 44 nafar deganingiz bo'yicha xabar qilaman. Ba'zi grafik ko'rinishlar bor. Insonlar ko'rgan bo'lishi mumkin. O't o'chirish yoki sakrash orasida tanlashda qolgan bir kichik tatli qizning ko'rinishini men programmamda ko'rsatishni xohlamadim. Chunki bek echinishliq edi. Men shuni bilolmadim. Dunyoning boshqa joylarimi menimcha buni his qila olmadi. Bu voqea sizning davlatingiz Sharq Turkistondagi bir turalg'i binosida yuz berdi. Voqea yuz bergan turalg'i binoning eshigining kapshalanganligini, turalg'i uyning ayrim eshiklarining sim bilan qo'rshalganligini jazmlashtira olamsiz, deb so'raganda bosh ministerimiz shundoq deb kesib aytishga bo'ladi. O't o'chirishga 3 soatdan keyin kelishning sababi shu. Ularda to'salg'ilarni ochadigan saymonlarmi yo'q ekan. O't o'chirish xodimlarida motorli qara va haralar bo'lishi kerak edi. O't o'chirish mashinasi to'salg'ilardan eshib ulasha oladi. Hech bo'lmaganda odam qutqiza oladi dedi.
Xi Jinpingning turalgı öylerining eshiklarini kapsarlashdagi maqsadi insonlarni uyning ichiga kirishni emas, uydan chiqmasligini kafolatlantirish. Bu nima degan vahshiylik, qo'rqinchli manzara. Siz aloqalashib turyapsiz. Sizning yana deydigan gaplaringiz bormi? Boshqa vahshiyliklar cho'qim yuz beryotidi. Xalq g'ayrat qilib namoyishni davomlashtiryotidi. Yana bir tarafdan kuchli armiyaga ega Xitoy davlati. Men bilolmadim. Xalq ularga taqobil tura olamdi deganida bosh ministerimiz Sharq Turkistondagi namoyish haqida to'xtalganimizda Uyg'urlar namoyish qila olmaydi. Namoyish qilsa Xitoy terrorlik hujumi qo'zg'adi deb bostirdi va terrorchi degan qalpoqni kaydirib tutqun qiladi. Xitoylar ko'chalarga chiqib namoyish qilyotdi. Ba'zilari tutqun qilindi, yana nurg'unlari namoyishni davomlashtiryotdi. Texi vahshiylik darajasiga ulashmadi. Biz xuddi Tiananmen voqeasidek vahshiylashib ketishini, xalqarалық harakatga aylanib ketishini umid qilamiz dedi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer apandi 30 noyabr çarşamba kuni TNT radiosiga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini anglabdi. Riyosatchi Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni nishon qilgan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministeri Amerikalik Uyg'ur siyosatchi Salih Xudoyer bilan suhbatlashamiz. Salih, yaxshimisiz apandim? Avval nurg'unlagan insonning qazo qilishiga sababchi bo'lgan, hech kim tushunib yetolmaydigan o't ofati haqida to'xtalaylik. Uyg'urlar Xitoyning jazo lagerlarida turli dafsanchilikka uchrayotdi. Siz vakillik qiladigan xalq haqida so'zlagan bo'lsangiz, ular uchun nimalarning qilinishini o'ylaysiz deb so'rganda bosh ministerimiz Uyg'ur ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi asosliq etnik turk millati 1949-yilning oxirida Xitoy Kompartiyasi hokimiyatni qo'lga olgandan keyin mustaqil Sharq Turkistonni ag'dirib tashlab ishg'ol qilib oldi. Shundan boshlab mustamlika ishg'olni kuchaytirdi. 2014-yildan keyin irqiy qirg'inchilikni kuchaytirib o'tdi. 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni kasbiy tarbiyalash markazlari deb atalgan jazo lagerlari va turmalarga qamab, majburiy tug'mas qilib o'tish, menga yuyish, bosqinchilik qilish, jinsiy kamsitish, tibbiy sinoq elib berish, organlarini sug'urib olish, hatto o'ldirish, arzon mahsulot ishlab chiqarish uchun majburiy emgakka selish qatorliq inson qalbidan chiqqan bostirish harakati olib bormoqda. 2022-yil avgust oyidan boshlab Xitoy hukumatı nol yuqum siyosatini yo'lga qo'yib, insonlarni uylariga solab, keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda dedi. Urumchida yuqum, ishiklarning taqoqligi qatorliq turli sabablardan o't o'chirish xodimlari o'tni vaqtida o'chirmay 44 kishining o'limiga sabab bo'lgan deyildi. Yuqum ahvoli ishiklarning taqoqliq bo'lishi sababidan o't o'chirish xodimlari yaqinlasha olmaganmi deb so'rganda, o't ofati yuz berib 3 soatdan keyin doirlar va o't o'chirish xodimlari javob qaytargan va buning sababining yuqum cheklamasi tufaylidan ishiklarning taqoq ekanligini bahona qilgan. Uningdan burunmi barliq chiqish egizlari pechatlangan. Ular to'saqlardan o'tib kishilarni vaqtida qutqiza olmagan. 44 nafar kishi qazo qilgan dedi. Riyosatchi, namoyishni ko'rib hayron qoldingizmi? Kimlar bu namoyish qilganlar? Hukumat ulardan har turli intiqom oladi, shundaqmi? Mening bu yerda ko'zda tutayotganim namoyishga qatnashuvchilar va ularning oila a'zolari. Kimlar bu namoyishchilar? Ko'rib qanday hayron qoldingiz deb so'rganda bosh ministerimiz afsuski 1949-yildan e'tiboran Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar namoyish qila olmaydi. Namoyish qilayotganlarning hammasi Xitoylar. Uyg'urlarning namoyish qilishi siyosatga zid bo'lib, bu jazo lagerlari va turmalarga qamashning nurg'unlagan sabablaridan biri bo'lib qoladi. Xitoylar Xitoy Kompartiyasining nol yuqum siyosatiga qarshi chiqib, Shanxayda Xitoy Kompartiyasining huquqini o'tkazib berishini talab qildi. Yana Xi Jinpingning huquqni o'tkazib berishini talab qildi. Xitoy Urumchida nol yuqum siyosatini yurgizib, Uyg'urlarni uylariga solab ko'ydirib o'ldirdi. Xitoylar buning o'zlarining beshiga kelib qolishidan ansirab namoyish qildi dedi. Riyosatchi Amerika Kengash palata a'zosi Tom Cotton Oqsaroyning namoyishga qarta inkos qaytirishi, Oqsaroyning namoyishni qo'llaydiganligini bildirish kerakligini aytdi. Oqsaroy va Amerika hukumatining hozirga qadar qaytirgan inkosiga nima deysiz deb so'rganida bosh ministerimiz men Kengash palata a'zosi Tom Cottonga qo'shilaman. Amerika hukumati eng oz degandimi Urumchidagi o't ofatida Xitoy hukumatini ayblab bayonot e'lon qilishi, mas'uliyatini surishti qilishi, namoyishchilarga ko'ngil bo'lishi, demokratiya va inson haqlari uchun besim ishlatishi,
boshqa davlat hukumatlarini qo'llashga chaqiriq qilish kerak dedi. Gordon Chang oldingi hafta biz Jo Baydenning qanday kelishimlarni tuzganligini bilmaymiz. Uning o'g'li va boshqalar Xitoyda tijorat qiladi dedi. Biz Baydenning Xitoydan uning razilligini oshkorlamaslik uchun manfaat olib olmaganligini bilmaymiz. Sizningcha sizning kutganingiz bo'larmi? Tijoratchi Disney, NBA qatorliqlar va boshqa har kim Xitoy bilan tijorat qiladi. Rossiya dunyoga tahdid deb qaraladi. Xitoy sizning insonlaringizni jazo lagerlariga qamab qo'ysimi, insonlar uning bilan tijorat qiladi. Kelajakda qandoq bo'lar? Deganida bosh ministerimiz Amerika va G'arbdagi demokratiyani qo'g'daydigan davlatlar Xitoyga zarba bermaguncha kelajak yolg'iz Uyg'urlarga emas, hamma insonlar uchun ichinishliq. Eng avval Xitoyni davlat talqigan terrorlik tashkiloti deb e'tirof qilish kerak. Xitoyning tinchlik, demokratiya, muqimlikning dushmani ekanligini to'nib yetish kerak. Xitoy turli saviyada davomli turda bizga singib kirdi. Asta-asta vaqtning o'tishi bilan biz yengilmaydigan cho'ng allostiga aylanadi dedi. Aqsaray dushanba kuni Amerika prezidenti Baydenning Xitoydagi namoyishlarni ko'rganligini bayon qildi. Fransiya 24 xabar kanalining 29 noyabr kunidagi xabarda Davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi John Kirby hammasining Xitoyda qo'zg'algan isyonni ko'rayotganligini, Baydenning dunyoning har qaysi joylaridagi namoyishchilarga vakolatan emas, o'ziga vakolatan so'zlaydiganligini, Amerikaning namoyishchilarni haqliq deb qaraydiganligini, insonlarning talablarini tinch namoyish orqali ifoda qilishiga yo'l qo'yish kerakligini aytdi. Amerikadagi universitetlar dushanba kuni Xitoydagi namoyishlarni qo'llash uchun yig'in chaqirib, o't ofisida qazo qilganlarga ta'ziya bildirdi va Shi Jinpingning iste'fo berishini talab qildi. Xitoyga erkinlik, diktatorga o'lim shiorlarini yangratdi. Dushanba kuni Washingtondagi Tashqi ishlar ministrligining oldiga 25 nafardan ortiq Uyg'ur yig'ilib namoyish o'tkazib, Amerika va G'arbdagi demokratik davlatlardan Xitoyga besim ishlatishni talab qildi. Atalmış Şinjanning mustaqilligini talab qiladigan Amerikalik Uyg'ur siyosatchi Salih Xudoyar Amerika hukumati va dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlarini Xitoyning Uyg'urlarni qiyin ahvolda qo'yganligi, qazo qilishini keltirib chiqarganligini ayblab bayonot e'lon qilishga, qazo qilgan amaliy odam sonini to'liq oshkorlashni talab qilishga chaqiriq qildi deyildi. Turkiyadagi Uyg'urlar 30 noyabr kuni Istanbuldagi Xitoy elchixonasining oldiga yig'ilib 24 noyabr Urumchida yuz bergan 44 kishining qazo qilishiga yo'l ochgan ajallik o't ofatidagi Xitoyning mas'uliyatini xalqaro jamiyatning surishti qilishini talab qilib namoyish o'tkazgan va turk saqchilarining qo'pol muomalasiga uchragan. Bir saqchi Xitoydan farqlanmaydigan shafqatsizlik bilan Uyg'urlarni supurib tozalab chegirdan qo'g'laydiganligini aytgan. Bu hol turk xalqini, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni va Uyg'ur davosiga yaqindan ko'ngil bo'layotgan nurg'ulg'an kishilarni g'azablantirgan. Ahvoldan xabar topgan Turkiya Ichki ishlar ministri Süleyman Soylu o'zining Twitter hisobida bayonot e'lon qilib, amonlik saqlovchi xodimlarining chekdan oshgan qo'pollik qilmishi uchun afv so'ragan. Shundaqla Turkiya davlatining Uyg'urlar uchun uzun muddatlik o'ltiraqlashish va vatandoshlik xizmatlari uchun maxsus ishxona ta'sis qilish orqali Uyg'urlarga alohida muomala qilayotganligini va bundan keyinmi shunday qiladiganligini bildirgan. İstanbul Jamoat xavfsizlik mudirligimi o'zining organ hisobida bayonot e'lon qilib, ahvolga aloqador inchiklab tekshirish xizmatining ishlanayotganligini aytgan. 1 dekabr kuni Turkiya Buyuk Millat Majlisida Turkiya İYİ partiyasining bir milletvekili bu masalani tilga olib saqchini aybladi va Turkiya hukumatidan Uyg'urlarga ega chiqishni talab qildi. Urumchi'de çıkan yangında hayatlarını kaybedenler oldu. Soydaşlarımıza destek vermek için dün sabah Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapanları bir emniyet müdürü birazdan zorla süpüreceğiz, sınır dışı edeceğiz sizi diyerek tehdit etmiştir. Yıllardır esaret altında yaşayan soydaşlarımız artan zulümle, işkenceyle, asimilasyonla, haksız tutuklamayla, aile mahremiyetine ve kutsal değerlere yapılan saldırılarla inim inim inlemektedir. Zulme karşı çıkanları susturmaya çalışan Türk polisi olamaz. Türk'ün ülkesi Türkiye'de soydaşlarımıza yapılan bu muamele asla geçiştirilemez. Yapan ve yaptırandan hemen hesap sorulmasını bekliyoruz. Gereği yapılmazsa sorumluların hepsinden yakında hesap soracağımızın da bilinmesini istiyoruz. Birleşken Devletler Teşkilatı tajovuzchi Xitoyni Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatini oxirlashtirishga chaqirdi.
Akit gezitining 26 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy kamsitishni tugutish komiteti qiynash, nachar muomalaga uchratish, jinsiy zo'ravonlik, majburiy emgakka selish, g'oyib qilib o'tish va o'ltirib o'tishni o'z ichiga olgan Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirish uchun jiddiy harakat tartibini yo'lga qo'yishni qaror qildi. Bu komitet yana Xitoy Xalq Cumhuriyatini atalmış Şinjandagi atalmış qayta tarbiyalash markazlari va boshqa tutib turish o'rinlaridagi mahbuslarni qo'yib berishga, ularning oila tavobatlarini tafsiliy uchur bilan ta'minlashga chaqirdi. Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratilgan zulmning oxirlashishi kerakligini ta'kidladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti komiteti tekshirish talabi jarayonida kishilik huquq dafsanchiligining kuchayib ketishining oldini olishni maqsad qilgan dastlabki ogohlantirish va jiddiy harakat tartibini yo'lga qo'ydi. Bu organ 2018 yildan boshlab Xitoyning qarorlik dokladlarini tekshirayotganligini, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning kishilik huquq ahvoliga munosabatlik bir qator masalalarga ko'ngil bo'layotganligini bildirdi. Bu organ bayonotida atalmış Şinjandagi kishilik huquq masalasida hech qanday yaxshilanish ko'rilmaganlikdan bu tartibni yo'lga qo'yishni qaror qilganligini aytdi. Seg'inish. Abduri Memtili Tevfik. Ana yurtdan ketdim yiroqqa, yurdim yiroqda g'amdiman. Yegudek oshnon qini, issiq so'g'oqda dangdiman. Qaldı el yurt, qaldı tarım, qaldı ili zarabshan. Ushbu vatan g'imida ko'nglim mening perişan. Nega borsam kamsitish, vatansiz deb ataldim. Tutqun bo'lib har joyda turmalarga qamaldim. Vijdoni ham iymoni yo'q, bek xo'jam har joyda bor. Qag'i quzg'un xon vatanda yozdimu bo'lmas bahor. Ko'z yeshim yomg'ir bo'lib oqar kunda to'xtamay. Bulang talang bo'lgan vatanda men tevfik qandoq qilay? Ey vatanim, g'amguzorim, mehribonim ona yer. Olamimda tengdoshsiz sharqdiki bir go'har. Har kuning o'tdi baxtsiz bu qorong'u zulmatda. Tan bilimni terk etib yotdim uyqu g'aflatda. Istidak ichra qoldi alvatan holi xarob. Tarz emas naqshsoz bizga satar sunay tuttar ravob. Ey vatanim boylig'im, ko'ngil shodi yaylag'im. Sen uchun fido o'g'ilman, taxtim sana barlig'im. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün Allah için köp rahmet. Kiler kıttamkı programımız görüşükçe Allah'a emanet olun sizler.